Ko'pchilikning iltimosiga ko'ra bu retseptni va nihoyat sizlarga ko'rsataman. Bu sharoitda hech qanaqa termometrlarsiz shokoladni to'g'ri eritib, osongina chiroyli bezatilgan klubnika shokoladiylarni tayyorlaymiz. Demak, birinchi bo'lib, qattiqroq suv chiqib tez achimaydigan shirin qulupnaylarni yaxshilab yuvib, salfetkada quritib olamiz. Qulupnaylarni bargi uzunchoqroq bo'lsa, cho'p tiqishinglar shart emas. Barglarini mana shunaqa ko'rinishda birlashtirib, suvdan quritilgan qulupnaylarni muzxonaga 15, uzoq 20 daqiqaga yuboramiz. Bundan ko'p vaqt qoldirib muzlatib qo'ymanglar. Ozgina muzdekkina bo'lgani yetadi. Agar muzlatib qo'yadigan bo'lsanglar, qulupnaylar tez achiydi, shokoladning usti esa parlanib, suv bo'lib ketishi mumkin. Endi yaxshi premium sifatli shokoladni suv bog'ida eritib olishimiz kerak bo'ladi. 35 va 54% shokoladlarni birga bir aralashtirib ishlatdim. Suv bug'ida shokoladni oxirigacha eritishimiz kerak emas. Shokolad butunlay erishiga ozgina qolganida bug'dan olib, to'liq eriguncha aralashtirishda davom etamiz. Shunda shokolad temperirovaniyni ishlatishga tayyor holatga keladi. Agar termometringlar bo'lsa, shokoladni o'lchaganingizda taxminan 28-32 darajada bo'lishi kerak. Kerak bo'lgan shokoladni endi iloji boricha ingichkaroq stakan yoki shunaqa idishga quyib olamiz. Shunda qulupnaylarni botirish qulay bo'ladi. Shokoladdan bir pasda kamayib qolmaydi. Erigan shokoladni ortiqcha havolarini chiqarib olish uchun ozgina silkitib, stolga urib qo'yamiz. Endi muzdekkina qulupnaylarni shokoladga botirib, ortiqchasini xuddi ko'rsatganimdek silkitib tushirib olishimiz kerak. Buni pishiriq qog'oz solingan patnisga teramiz. Shokoladga botirilgan qulupnaylarni yana 15 daqiqaga sovitkichga yuborsak, shokoladlari yaxshilab qotib oladi. Klubnika shokoladimiz yana ham chiroyli bo'lishi uchun men ozgina oq va sutli shokoladni eritib, qopchaga quyib tayyorlab oldim. Qopchani uchun iloji boricha ingichkaroq qirqib, qulupnaylarning ustiga mana shunaqa oson usulda shokoladni quyib chiqamiz. Qo'shimchasiga maydalangan xandon pista yoki sublimированный mevalar bilan ham bezatishinglar mumkin. Shunda yana ham chiroyli va mazali chiqadi. Buni endi yana ozgina sovitkichda qotirib olsak, shirinligimiz tayyor. Ushbu usulda tayyorlangan shokoladli qulupnaylar qo'lda sag'aliga erib ketmaydi hamda qarsillagan bo'lib chiqadi. Juda ham mazali bo'lgan bu shirinlikni qahva bilan yesanglar, zo'r ketadi. Shuning uchun men buni hozir mazali Good Day 3tasi birda kofesi bilan maza qilib yeb olaman. Qulupnay mavsumida albatta sizlar ham bu shirinlikni erinmay tayyorlab ko'ringlar yoki sizlarga tayyorlab beradigan yaqinlaringizga bu videoni jo'natib qo'yinglar.